Bu videoni oxirigacha ko'ring, sizlar albatta manfaatli bo'ladi. Mana bilasizlar, sizlarga kerakli foydali videoroliklarni chiqaraman. O'rtoqlar, ko'rib shu otamiz ajoyib bir dori ishlab chiqqan ekan. Ota, bu dori nov bo'yicha foydali. Shuni qisqacha tarzda tushuntirib o'tsangiz. Shuni yonida ayoli davo topgan ekan, o'zingiz bir boshdan tushuntirsangiz. Bu malhamni men o'zim yaratdim. Turmush o'rtog'imni onkologiya, urologiya, ginekologiya 5-6 marta olib bordim. Hech qanday davolari, dorilar ta'sir qilgan yo'q. Uyda o'zim 3 marta qo'ydim. Bachadan yarasidan forig bo'ldi. Toshkentda, viloyatda hamma korxonalarni aylanib chiqdim tibbiyot bo'yicha. Sog'liqni saqlash vazirligidan bordim. Prosta meni haydab berdilar. Sababi bu malham suv tekin. Tibbiyot xodimlari tekin degan gapni eshitsa, shu gapni aytgan odamni o'ldirishdan ham qaytmaydilar. Endi o'ruscha so'zlasam bo'ladimi? Bemalol so'zlang. Привет всем добрым людям мира. Перед вами белый ворон. Знакомьтесь, меня зовут Каландар Искандар. Я живу в Узбекистане, Хорезмский вилаят, Ургенский туман. 20 лет уже надо мной измываются. Надоело. До Бога высоко, до царя далеко. Я никак не могу добраться до президента, чтобы он меня принял. Я вот изобрел МАЗ почти даром. Медицинским работникам не нравится, когда говоришь даром. Этот МАЗ лечит раны, резаные, ошпаренные, обожженные и язву матки. Я все обошел. Я лечился в урологии от аденомы. В Узбекистане умирали с 10 человека, стариков. И врач говорит, после операции пойдешь домой, будешь пить компот урюка. Я сказал, ты убивал всех, а не сам болезнь. Компот урюка, когда у человека обезвоживание организма и дисбактериоз желудочно-кишечной системы, это обратно действует. Я ему сказал, всем больным будешь говорить, полкилограмма капусты через мясорубку, часа, ложку съест, и у него понос будет через полчаса. Он это все обокрал у меня, на себя написал в Министерство здравоохранения. Сейчас он считается академик, профессор, магистр, бакалавр, звание бакалавра получил моим изобретением. Украл он у меня. Я хотел его подать в суд. Меня как социально малообеспеченного человека областное управление юстиции внести должен в суд заявление и обеспечить адвокатом. Они меня отказали. В Ташкенте был главной прокуратурой, генеральной прокуратурой. Оттуда с Ташкента, с президентского дивана, с прокуратуры только пишут проверить. Почему не может с президентского дивана представитель прийти сюда, уполномоченный, сам на месте, чтобы разобрался. Этого не могут сделать. Значит, закон не действует для бедных. Всем людям мира здоровья, долгих лет жизни и бесплатных лекарств. Unutma. Va. Uybi, o'rtoqlar. Xo'p, bundan ne cheklab berasiz bir olgan insonga? Bir qoshiq berasizmi yo bir banka berasizmi? Cheklab berasiz. 2 kaşık ketadi. 2 qoshiq ketadi, Buni ichami, surtami? Klizmadan keyin Yeymi? beçadan yarasına gruşa bilan qo'yiladi. 1,5-2 gramdan 3 marta. Evvel ramaşka bilan klizma etadilar. Doktor medsestra gerekmeydi. Aytıldı ko'sar. O'zlari gruşa bilan ayol o'z-o'zina qo'ysa da bo'ladi, eri qo'ysa da bo'ladi 3 marta. Ma patent berishlarini so'rab iltimos ettirdim. Butun dunyoga tarqaydi. Livoy mamlakatda shu darini ishlatsalar mana pul to'laydilar. O'zbekistondan pul to'laydilar. Demak, o'rtoqlar, otamni o'zini telefon raqamini yozib qo'yaman. Bir patent uchun bir harakat etib bersak, xudo xolasa birgalikdan, ota. Bo'ladi. Ha. Nodar. Yaxshi bo'lgandan keyin o'zi ko'nglidan chiqarib ota bug'ani musulmon dasturida Xorazmda shunday. Ay maşallah. Yaxshi bo'lgandan keyin kelib Fatihasini bardab bir narsa beradi o'zi ko'nglidan chiqarib. Tushundim. Ota bug'ani dasturini shuni ham yozib qo'yadi. Demak, o'rtoqlar, olib ketasizlar, haqiqatan davo topgandan keyin galasizdan otamni rozi qilib duosini olib ketasiz. Ang ota? Alloh rozi bo'lsin. 99 599 1009 99lik 599 1009. Adınız? Kalandar İskender. İskender ata da buraya sorsak. 1949 yıl Urgen şehrinde doğulgan. Maşallah.